Аңлаватқаныңла Мәркәзи Халык радио станциясының Бейҗиңдән беріп атқан программасы. Assalamu alaykum hürmetlik radio anlıqçılar. Adabi anlatış programımızda anlaşılığını qarşı alamiz. Bugünkü programımızda yazğıcı Abeydullah İbrahimning Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Dağ namlıq tarixi romanının davamını anlatımız. Bir düşman yurtinglarga yupurilib kelib etibdi. Padişahlarni xabardor qilinglar. Fuqarolarga aytinglar, ketishinglar, bir umr dag'da qolasizlar. Faqir Xotan diyorining oliy hukmroni Yaqubbay oliylarining yaqin quli Niyoz Hokimbegdirman. Ko'zingni o'yganning ko'zini o'y, tishini to'kkanning tishini to'k. Qisasga kelganda ota-onang bo'lsa-mu oyab o'ltirma. O'zini tertlarni tepib, minsni chuvratmasam, oy Muhammad degan itimni yo'tib bitaman. Manjolar toza hadidan eshibdi. Va davlat oliylaridek katta podshohga o'zini chaqlay olmay shirtim o'tqini nemisi u kuffarlarni. Umr rivoyat hech kimga ishonmading. Hamma odamdan gumonlanding. Mana endi otliq muhabbatimdan gumonlanib turibsan. Bir eg'iz gapim bor. Anglag'inglar bo'lsa, aytay. Lekin gapimni bo'lmanglar bo'lamdi. Ko'pchilik tangli javob berishdi. Bo'ladi. Gap sizlardan, quloq bizdan. Bemalol so'zlayversizlar. Kepak darvish farmon kutayotgan jangchidek og'zig'i talmirib turgan kishilarga muhim bir maxfiyatlikni aytib berayotgandek ovozini past chiqarib mundaq dedi. Anglanglar, o'dil o'rdiga o'sib kirmak, tuxumni toshga urgandek bir ahmoqlikdir. Gül oyimni qutuldirib chiqqanimizni, yasovul beshini o'ltirganimizni, yakanda insijiniga to'ydirmagan bo'lsak-mu, lekin Qoqbosh Niyoz Hekimbay ozroq qilli ishlasizlar. Buni Gül oyimning tuqqanlari yoki yaqinlari qilganligini bilib olaydi. U taxtidan ansirab, Xotanga tez yurar chaparman nongdirmidi. Tadbir ko'midi degili bo'lmaydi. U so'zlab yetib qiqilib ketdi. Әмден Батыр дүмбісіге енік мұшлап қойғандың кейін, ondan өзіге келді. Оның үстіге, ордада бізге әм нәпәс болыдыған адам yok. Ба дегенді-му, төттенгі үшін жан бердіған о тоқу yüreklер білән іш таңатмайды. Меш-меш кәплерден қарағанда, бізге анчы-мұнчы ян басыдыған төмір хазинечбәгі-му өз әркеден мәхрум кән. Шуңа, мұнда қылсақ қандақ. Ular beshini bir yerga qilib, xuddi bir sapoq uzumning donalaridek g'ujmaklashdi. Tarat elib, Qur'on tutib turib, nimalarnidir deb pichirlashdi. 27-bob Sanjudagi muallaq o'lim. Yoqubbekning qabulidan keyin Niyoz Hekimbek Qashqarda oran 2 kunlik turadi. Cho'ntikiga bir muncha oqchi tushganda, ondan indaki kelgan to'xtixon Ponsatnimi qayta ziyorat qila olmadi. Qudolay va O'shurbek bilan mu tuzukrak xo'shlasha olmadi. Ish qilib, ko'ngliga pukkan bir talay orzu-armonlari qora bo'ronga duch kelgan momkab gulidek to'zib ketdi. Yenida xuddi po'qoqqa so'gal chiqqandekla paydo bo'lib qolgan la'nati Abbos Mirzining ro'chivinde ko'ziga kirib elib, Rodubaydek choplashib yurishlaridan joq to'yib, planini birdili o'zgartdi-da, Xotan tarafga burildi. Tishkiga patmagan o'mchik quyrug'iga g'alvir bog'labdi degan mushida. Mana endi sana nagili borma bir xavflik soyi sen bilan billa. Nima ish qilsam, sana qodilib turg'ini oshu bir jup sinchi ko'z. Eg'iz ochdingmi, gap so'zlaringning hech hayolsiz Yoqubbekka anglanmaganini-ku. Yoqubbekning Abbos Mirzi kabi ko'z quloqni o'ziga qetib qo'yganiga, har vaqt portlash ehtimoli bo'lgan bu xatarlik to'p o'qini yenida billa akitayotganiga tit bo'lgan Niyoz Hekimbek mushularni o'yladi va ixtiyorsiz ochiq kulib qo'ydi. Xayr, bu o'yinda meni yengib chiqding Qoqbosh. Lekin bek baldir xushal bo'lib ketma. Xudo qulubni ochquchi bilan mushkulotni tadbiri bilan yaratgan.
Bilginki, Hakim Begim qorong'u jangaldanmi yo'l tepib chiqib ketgan odam. Uning aql parasti azaldan o'z egisini yerga qaratgan emas. Niyoz Sekinbek qon qechib patmichuqning po'kinidek oqirib ketgan lavlarini ching tishladi. Tishlarini g'uchurlatdi. Mushtumini tugib, egarning qushbeshiga dok-dok urib qo'ydi. G'ori yegandek qo'shunisini turib, ko'zlarini yerim yumdi. Lavlarini durut o'qiyotgandek bilinar-bilinmas metirlatdi. Bu uning rahimsiz reallikqa tan berib, foydasiz vaziyatni o'ngshib elishining tadbiri ustida cho'nqur, enchga o'ylanayotganligining alomati edi. Uning uchqur xiyoli yillar osmonini orlab o'tmish suratlarini ko'z oldiga keldi. Bu suratlar orasida u jahondarchilikning epi ustida vaz aytayotgan Dungdarining tonish chiroyini ko'rib qoldi. O'zgalarning hiylasiga duch kelsang, hiylaga hiyla bilan taqobil turish yo'lini tut. Hiylalarning afzalraki arg'amchini uzun qo'yib etib fursat kutish. Kala harbisiga o'ltirib, toshqan ovlashdan iboratdir. Xiyolidagi Dungdarin ko'tmak hosisi bilan uning beqiniga noqib turib shundoq da'vatotdi. Mushukning chashqan tutqinni ko'rganmiyding? Mushuk chashqanni ko'rgan hamon uningga etilmaydi. Bir pas ixtiyoriga qo'yib etib, harakatini ko'zdidi. Ojizligini tepib, qechish yo'lini bilib oldi. Qanda qamal silish usulini bekitib, fursat yetilgan hamon butun kuchi bilan birli etildi-da, chashqanni tutib olib, yeb tashlamay qo'ymaydi. Niyoz Sekinbek Dungdarin bilan xiyolan mungdashqach, Abbos Mirzaga kaynidan ho'miyib, oldida kulimsirab degudek yakan tavasiga kelib qoldi. Muhammad Yunusjon avatgan divan begi bilan yo'l ustida xo'shlashdi. Eshik putib atgan ko'rikka ikkinchi dastimabdi degandek, ko'ziga do'zaxdek sat ko'rinayotgan yakan shahridan va Gumi bozoridan xalqib o'tib, bir kechqurunliqi Xotan tavasiga kirgandan keyinki ikkinchi qo'nalg'u Sanju bozoriga kelib tushdi. Sanju janub tarafida qish yezi qor ketmaydigan oqvosh ko'ilun cho'qqilari qad ko'tirib turadigan. Shimolida bepoyon qora toshliq soy so'zilib yotgan. Ola hazal 200-300 tutulik hujum bir bozor edi. Yakan qog'liq zaminidan ayrilib, Xotan bo'stonligiga qarab yo'lga chiqqan karvon 2 kunlik soy yo'lini besib bo'libla 2 yo'lga bo'linadi. Sal shimolg'iroq mong'ini Gumi bozoriga, qiyposh janubga mong'ini Sanju bozoriga keladi-da, bu bozor orqali Qoraqosh, Xotan taraflarga ravon bo'ladi. O'tmishda va Habibullaxon zamonasida har qanday yurtdan bekrak avatlashgan bu muhim bozor Bobkarning mukisidek o'tishib turadigan karvonlarni, yo'lovchilarni, hukumat pochtalari va sayyohlarni mo'l maishat, orom baxish qo'nalg'u bilan ta'min etadi. Bo'libmi, ko'z gullarida bu yerga kelib qolgan jahon kazdilar qizlarning sho'x tabassumiga o'xshaydigan juloliq ko'k shaptul bilan qursoq to'qlimigacha puxadan chiqmaydi. Sanjuluqlar ana shu xizmati va tijoratiga munosib qo'liga kirib turadigan oqchi bilan qursoq avorchiligidan ozod bo'lib, ro'zg'orini to'ldirib turadi. Kunduzlik hayot o'z izida davom qilsa, kechqurunlik hayot bozorliqlarning uylarini, karvon saroylarini o'zining xushnavolik bazmisiga sahna qilib oladi. Yurt-yurtlardan kelgan karomat egalarimu hunarni bir namoyish qilmay bu yerdan ketishmaydi. Yo'ronqash, Zarabshan vodisini chet mamlakatlar bilan bog'laydigan tog' yo'li mushu bozordan boshlang'achqimu, Sanjuning donqimu dal mushu yo'l bo'ylab yiroq-yiroqlarga tariladi. Bugun bozor ko'chalarida bo'ron uchadi. Bir yildan beri karvonsiz qolgan saraydanglar musofirning kapisidek g'eribsinib turadi. Ishiklari buzilib, saynalari xaroblashgan edi. To'y nag'risidek gumburlab, bozorga jo'shqinlik ato qiladigan ko'ldirma ovozi. Qiz kelinchaklarning sho'x kulkisidek jiranglab turadigan qo'ng'iroq sadosimi qumga singandek yo'q bo'lgan edi. Gugum qushi teg'i qanot yoymagancha. Niyoz Sekinbek va uning sardoshlari ocholg'icha oldiga chiqqan Sanju begining boshlamchiligida bu jimjit bozorga kirib keldi-da, vayrona saroy o'tmi to'shik uylarning oldidan o'tib, bu begning oyvon saroyli qo'rosiga tushdi.
ko'ngli beorom bo'layotgan va hordiq yetgan Niyoz Ekinbekning ortiqcha hashamlar bilan hafsalasi bo'lmadi. Mo'l ziyofat va qisqali o'qilgan xubdan namozidan keyin o'zi bilan Abbos Mirzaga atab jabdulgan mehmonxonaga kirib, beshini tagiga qo'ydi-da, geliga pichoq surilgan to'paqdek hortildab xo'rakka tushib ketdi. Niyoz Ekinbek tush ko'rdi. Tushida u yer beg'irlab uchib o'tadi. Uchib ketib etib, chotqonlar orasida qiychayotgan bir seriq ishtni qo'g'laydi. U qanchalik ishtik ussa, ishtmu shunchalik tezlikda qochadi. Uning maydasi ba'zida yerga tegibmi ketadi. Yer yuzidan yengidek o'sib chiqqan oq tikanlar yelpinayotgan to'nining peshini bo'y tasmadek titib tashlaydi. U eliqi seriq ishtga yetishib olay deganda keyniga shundoq burilib edi, o'xshash rangdagi yana bir ishtning tishlarini hingaytib qo'g'lab kelayotganligini ko'rdi-da, texmu egizrak ushmoqchi bo'lib, mag'dursizlangan qo'llarini toz qorining qonatidek lapanglatdi. Topollari bilan havoni tepdi. Natijada o'rliyolmayli qolmay borgan seri tuvallab birdilla oq tikanlar orasiga sho'ng'ib ketdi. Oq tikanlar usti-ustilab do'linib ketgan oppoq quruq ustixonlarga aylandi. U saskinib ketdi. Ustixonlar orasidan so'zilgan qo'llardan qaytishga tamshilib, jimi kuchini ishqa soldi. Lekin hamma a'zoyining murdaninkida qaytib qolganini, tamoman ishtoatdan chiqqanligini to'yib qoldi. Niyoz Ekinbekning jini tumshqig'i keldi. Atrofida mig'ildishib yurgan choyonlar maydasiga bo'yniga yamashdi. Dal shu paytda qo'g'lab kelayotgan heliqi seriq ishtmu uningga yetishib oldi. Qaytib ketayotgan ishtmu kayniga yandi. Ishki it xiris qilib uni orig'i elib oldi. Niyoz Ekinbek jon ochiqida to'lvatdi. Voyjon, odam bormi? Niyoz Ekinbek uyg'onib ketdi. O'z ovozi o'zining quloqiga anglandimi yoki birovning voyjon degan nolasini anglab qoldimi? Aytavur shundaqroq bir ovozni anglab qoldi. Eg'ir yutqani bir tepkili cho'rib etib, qo'lini tagi ostiga tiqdi-da, shamsirni tepib oldi. U uyg'onib, yuzini, burnini chimdib ko'rdi. Ko'zlarini bir qancha qaytim echib boqdi. Oxirida o'zining qabohatlik yomon tushdan uyg'onganiga ishondi. Biroq tushidagi heliqa ovoz uning quloqiga texicha aniq anglanayotdi. U zan qo'yib, bu ingrashning o'z yenidan kelayotganiga tezdala hukm qildi-da, birar kelishmaslikning yuz berganini pamladi. Birpas hapilishib takiy beshidagi jinchiroqni yondirdi. Niyoz Ekinbek jinchiroqning g'uva yo'rqida yeniga qarabla Abbos Mirzaning qip-qizil qonga melinib, jon berayotgan buqida qortildab, tipirlab yotganligini ko'rdi va uning u yer bu yerni silab boqdi. Bildiki, ishga g'irish kelgudek agir qarmoqning 4 elik uchi Mirza beshining bug'diyiga yeniga petib ketgan edi. Qarmoq bog'langan uzun badrining yana bir uchi to'nglikdan chiqib ketgan edi. Bir Abbos Mirzaga, bir to'nglikka qarab, nima vaqa yuz berganini bilib ulgurgan Niyoz Ekinbek, Subhanalloh. O'lim dashtidan aman qilganingga ming martam shukr, deb tinib oldi-da, chala-puchuq kiyinib eshik tarafga etildi. U lokadanni elib etib, eshikni qiya echib qarab edi. O'ylada o'yin-buyin yugurib yurgan mahramlar ko'ziga chiliqdi va ularni tillabla tushdi. "Hu, naqitlar, o'lgurlar. O'shar turinglar demagan medim sizlarga?" dedi u, udil kelgan bir mahramning gelini bo'g'ib turib. "O'shar turdiq begim. O'ylatimizdan ortilib tushishigila biz ularni ko'rib qoldik. Nima qildi ekan deb marsak, bu 4 odamning biri o'ziga chiqib ketdi. Chiqibla yana qaytib tushdi. Shu zaman uningga qo'l soldik. Tutib oldinglarmi?" "Tutib oldik. Tutqandimi? Devidak yugan birini tutib oldik. Qolgan 3chi. Ularni biz tutib olgan yilqi yugan bosh qochirvatdi begim." "Ey, ularni nima deb qo'g'limidinglar?" "Qo'g'lidoq taqsir. Yilqi yugan bosh oldimizda to'sib oldi. Niyoz Ekinbekni o'ltirgan men, nima qilsanglar meni qilinglar deb o'zini o'zi tutib berdi." "Nima? O texi Niyoz Ekinbekni o'ltirdim demdi." Niyoz Ekinbek dastlabda ajablangandek bo'ldi, lekin tezlikda o'zini o'ngishib elib so'radi. O meni o'ltiribdimi texi?" "Shundoq dedi janoblari.
Mana Mavlamo o'z quliqi bilan angladi. So'zlayotgan mahram salvardek yenida salpiyib turishgan 7-8 mahramni ko'rsatib dedi. Niyoz Hekimbek yana so'radi. O qaraqchi hozir qayerda? Chambarchas bog'lab begimning qozlig'iga sulab qo'ydik janoblari. To'xtab turinglar. Niyoz Hekimbek ko'zlarini yumib qo'shilmisini ching turdi. Hiyli mikr bilan to'shib ketgan kollisida shundoq abjil, shundoq qo'rqinchli bir o'y paydo bo'ldiki, hayhot, u kayniga burilibla mehmonxonaga kirdi. Eshikni joqqida yepib, lokidarni soldida, ko'zlarini mo'ldiriltib qimir qilmay yotgan Mirzabeshining qishig'i kelib so'ngzaydi. Niyoz Hekimbekning yenida paydo bo'lganini ilg'i qila olgan Abbos Mirzaning xun qochgan ko'zlariga bilinar-bilinmas kulgi o'rlab chiqdi. Demedimmi, men aslida talaylik odamman. Bundaq talayni, bundaq fursatni boshqa hech qanday odam yolvoribmi, tilabmi topolmaydi. Menga bo'lsa, taqdirning o'zi akilib berdi. Bilib qol Mirzabeshi. Osmonda quyosh bir, xotanda hukmron bir. Niyoz Hekimbek shundoq deb pichirladi va Abbos Mirzaning oliqchaliq bo'layotgan ko'zlariga qarab turib, geliga qodilib turgan qarmoqni ikki qo'llab tutib, kuchab bosdi. Yerimig'icha patur bo'lib toza bir qo'chidi. Bo'yin tomirini tutib baqdi. Ishni o'ylagandek puturganiga ko'zi yetgandan keyin jasadni otlab o'tdi-da, bosh ko'ziga urib, yig'icha oyonlardek yo'ngirgan peti talog'i chiqdi. Uning ejinishliq yig'isidan taajjubga tushgan mahramlar, baglar mehmonxona oldiga yopirilib kelishdi. Ah, qeyrindishim, ah, murabbim, toshirek qotil, silini bizdan ayrılığı batırım. Alıdığan amanetni menden alsıca kurguyum. Bizni derki taşlap ketiliği közlerim. Endi men qandaqçıday tuqıным. Alilerga nemiday qeyrindishim. Ah, dedim. Niyoz Hekimbek Abbos Mirzaning so'yib qaytayotgan jasadini quchoqlab shundoq muңluq, shundoq alamlik yig'ildiki, uning bu yig'isi mahramlarning, baglarning yuragini par-par qilavatdi. Sanju bozori motam daryosiga g'arq bo'ldi. Razillik, musibat bilan to'lgan bu uzun kecha oxir tongga ulashdi. Chiroyi turlivatgan qog'ozdek qo'rilib, ko'zlari ko'k yong'oqdek ishib ketgan Niyoz Hekimbek bo'yi qamchi sepidan oshidiganligi yurt jamoatini bag ho'ylisiga yig'dirdi. Qil org'amchi bilan qotmuqot bog'lab etilgan Hamdam Boturni to'p oldiga ochiqdi. Hamdam Boturning mag'rur chiroyida o'kinish, pushaymon va qo'rqish deganlardan qilcha asar yo'q edi. O'ziga ayminish nazarda qarawatgan puhroga bahramon kulimsirab qo'yatdi. Bek-bekchilar o'zlariga chekchiyotgan baloxur odamning qotmuqot bog'liqda ishkanligini unutib qolgandek ko'zlarini daldiga elish bilan ovora edi. Kelgali yerida qamollab dushkalayotgan yasovullarmu uning chekchiyishidan dir-dir titrishatdi. Niyoz Hekimbek qo'llarini beliga tirab, Hamdam Boturning atrofini to'liq bir qitim cho'rgilab, 7 a'zoyiga birma-bir safsilib chiqdi. Ondan keyin mansitmagan talaffuzda so'radi. Qani ayta, nom nishoning nima? Anglab qo'y. Hamdam Botur degan akam men bo'laman. Yurting qayerdan? Xotandan. Shahidoni Xotandan. Sen kimni o'ltirganingni bilamsan? Bilmasam o'ltirib nima qilatdim? Gap yorg'ulatma. Zodi kimni o'ltirding? Niyoz Hekimbekni o'ltirdim. O laneti burunroq jojisini yeyish kerak edi. Niyoz Hekimbek motamdor ishkanligini unutib qoqoqlab kulavatdi. Uning shivirxondek sovuq kulgisidan o'g'zida danlayotgan bir to'p oq quchqashmu urkib uchib ketdi. U to'p ichini osta qadamlar bilan orlab chiqqandan keyin Hamdam Boturning oldiga kelib to'xtadi va so'roqni davomlashtirdi. Seningcha men kimdek turaman? Meningcha sen mu bir qonxo'r it. Niyoz Hekimbekdan farqing yo'q. Niyoz Hekimbek maydisini besib turib, yana bir qitim kulayotgandan keyin ko'rsatkich barmoqini burni uchiga chinab turib, bilib qo'y, Niyoz Hekimbek degan mana men.
dedi va yana qoqoqlab kulib ketdi. Hamdam Batur qo'liqig'imu, ko'zigamu ishonmagandek o'z gapida ching turib mundaq dedi. Yolg'on aytma. Qarmaqin azaldan xato ketgan emas. Agarchanda o'zingni men Niyoz Hekimberg desang, sen yo sarang, yo oxiratdan kelgan arvoh. Gap talashib o'tiradigan cho'lam yo'q. Oldi bilan o'zingning Xotan Hokimbegi Niyoz Hekimbergning oldida bog'liqlik turg'uningga tanbagin. Ondan oliylarining tuqqini Xotan Hokimbegining Mirzibeshi Abbos Mirzi janoblarini qarmoq tashlab o'ltirganiga iqro bo'l. Niyoz Hekimbergning jiddiy talaffuz bilan aytgan bu so'zi Hamdam Boturni o'z qarishidan gumonlanishga, atrofliroq o'ylanishga majbur qildi. Acaba Niyoz Hekimbergni o'ltirdim deb boshqa birini o'ltirayotgan o'xshamamdiman. Hamdam Botur Niyoz Hekimbergdan qattiqroq kulib tashladi. Yuz muskullari chopon ustidan belinib turgan mushtumdek bo'ldum go'shlari alomat silkinib ketdi. Xira bo'lamsan yo'q. O'zingni Botur deysan-u, odam o'ltirganingni gadiningga ilishni qo'rqamsan. Niyoz Hekimberg uni qasdan ralli qilib dedi. Hamdam Botur mundaq dedi. Tonmayman. O'ltirganim Mirzibeshi bo'lib chiqqan bo'lsa, buningga xushal bo'laman. Qasam qilayki, keyingi navbat sana. Niyoz Hekimberg shart qilib bek puqra tarafga yuzlandi va qattiq ovozda mundaq dedi. Ey Sanjo puqralari! Ulug' bir zotni shahid qilgan, meni gunohkorga yurtinglardan yo'l berganinglar uchun 30 erkakning jinini ilib, Mirzibeshining xunini to'ltib olish kerak edi. Biroq mening guvohchilarni o'ltirgim yo'q. Xayr, jininglar tininglarda omon qolsin. Guvohlikdan bosh tortganlar Allohning g'azabiga duchor bo'ldig'ini yodinglardan chiqarmanglar. Shu kuni tushdan keyin Niyoz Hekimberg Shayxul Islomga yozdirib tayyor qilgan iqrornomaga Hamdam Boturning tamtikini bostirib, Alloh azal 60-70 kicha bek puqrani guvohlik bergizdi-da, putig'i zanjir, bo'yniga taqoq silingan Hamdam Boturni Abbos Mirzibeshining jasadi yotqizilgan harvig'i bog'lab, 10 nafar qo'riqchi bilan qo'shib Qashqarga yo'lga soldi. 28-bob omadlik odamning ishi. Xuddi o'zi tamanno bilan aytgandek, Niyoz Hekimberg talaylik va omadlik odam edi. O'z ota-onasidek uni bir parcha harom go'shtdek tashlab atganini demaganda, o'shqi ovchi tushadigan usti qimorvozga, jangda alami yiqilmaydigan g'olib sarvozga o'xshaydi. Taqdir ilohiy avatgan omad malaikasi bosh ustida agib yuratdi. Ani shu malaika uni chamxurdek to'li to'za qo'yilgan xatarlik yo'llardan qo'lidan yetiligan paytda ochiq qatdi. Hayot vodisida talay qitim dahshatlik bo'ron ko'tarildi. Neni shamshotlar o'rildi. Tog'lar tuzlanib, edirlar to'pon ostida qoldi. Yana shu malaika o'z parvishi bilan ko'klatgan bu avrishim so'gat bo'lsa, avrishimligining sharofati bilan tirnoqchilik talofat ko'rmadi. Aksicha, kun seri cho'nqur yiltiz tortib, taraf-tarafga shoh tashladi. Biroq o'zi iqror qilgandek, Xotan uningga yarashmadimi yoki u Xotanga yarashmadimi? Ish qilib, Xotanga qadam bosgan tunji kunidan boshlab uning ishi o'ngga tortmaydigan, omadi qochadigan bo'lib qoldi. Umr bo'yi hamroh bo'lib kelgan omad malaikasining yanida qora qonati bilan soy tashlab, Azroilmu paydo bo'ldi. Uning jon olg'uchi peshvosi ba'zida u yer bu yeriga chalib-puchuq tegibmi ketdi. Niyoz Hekimbergning hol sirg'an, dishvarchilikqa yo'liqib ruhi sungan chaqlardila iqror qilib qoladigan bu chin gapining alomat iznosini uning turibli turadigan qo'shuvmisidir. Vasvasa va iztirob qaytib qolgan chiroyidan, gumon uchqunlari chaqnab turadigan ko'zlaridan, dakku-dakku bilan giralishib ketgan yurish-turishlaridan aniq ko'rgili bo'ladi. U aslida cheki yo'q erkinlikning ashaddiy kushanchisi bo'lmish Abbos Mirzani intayin abchil bir yo'l bilan yo'q qilib, Xudolayda keraklik tulkini xizmatiga ixtiyoran bosh egdirib bergan oshu inoyati kang taqdiriga rahmat tavazzullar bildirsa, shukr qanoat qilsa bo'ladi. Ammo
olamga operida bo'lib, odam qatoriga qaytilgandan beri shukr qanoat deganlardan nesivi elib boqmagan Niyoz Hekimbek bu kunlarda bir nom sadiqa qilsa 2ni ber. 2ni bersa 3ni ber deb qo'l uzartadigan. Bermasa og'zini buzib tillaydigan ushq qalandarga o'xshab qolgan edi. Yakanda yuz bergan heliqi ovorchilikdan keyin bo'lsa, uning bundaq o'sal mijozi o't ustiga yog' chashqandek azzaylab ketayotdi. Ammo beshining ichinimi, teshinimi qotirib etgan Abbos Mirzaning ishi kutilmaganda o'z iziga tushib, uni bir obdala xush qilaverdi. Shug'unisi betalay Abbos Mirzaga emas, aslida dal o'zini challab tashlangan bu qarmoq quloq tuviga kelishtirib urilgan bir mushtak tuyuldi. Uni yanama sagiklashtiribdi. Sagiklashgan seri kayfi mijozi buzildi. Yo'lga chiqadigan oqshimi u harom tomoq yasovularini qarma-qarshi ikki sapga turg'izdi-da, 3 qotilni qochirib qo'ygani uchun bir-birini 50 dan tastak urishga buyruq qildi. Qo'rqinchoq yasovullar navbat bilan tastak urishib, qosh qopiqini qonga bo'yab, surma tortgandek ko'kartgandan keyin ondan puxodan chiqqandek bo'ldi. U amalining yo'qligidan yana o'sha yarimaz yasovullarning muhabbati bilan kechini-kecha sovuqni sovuq demay yo'l yurib, qilin qirov tushgan bir atigini Xotan shahri tavasiga ulishib oldi. Yo'l japosi va uyqusizlikdan ishki elik etidan tushib, avras poqisidek ko'kirib ketgan Niyoz Hekimbek to'pichog'i yetib keldi. O'zini kutib saqlab turgan bir to'p odamni ko'rib, to'limi hayron bo'ldi va salom sahatdan keyin Amir Lashkar Xolmon Pansatdan so'radi. Taqsir, Peqir Hokimbekning bugun Xotanga qaytib keldiganligini ko'ngillari to'yganmi edi? Qashqardan qo'zg'algandimu, Sanjudan Xotanga qarab yo'lga chiqqandimu, Niyoz Hekimbek hech kimga shapi bermagan edi. Xotan tavasiga kirib kelgandimu, odatni buzib o'rdaga choparman avatmagan. Balki Xotandan qandoq chiqib ketgan bo'lsa, yana shunda qaytib kirish niyatiga kelgan edi. Yo'l bo'yi o'z arg'umoqlaridan o'tib ketalaydigan biror karvonning yoki biror tanho yo'lovchining bu tarafga qarab kelayotganini ko'zga chiliqmagan tursa, bular qanday xabar topdi? Mana bu hol biror gumonliq paxolnimi, biror shubhilik shapinimi nazardan saqit qilib etmaydigan Niyoz Hekimbek uchun xeyli murakkab bir tepishmoq bo'lib hisoblanadi. Amir Lashkar Xolmon Pansat Niyoz Hekimbekning tushkuni uchun tikilgan vaqtliq bargohda o'ltirib etib, xuddi nemidandir xuduksirayotgandek atrofiga qarab oldi va Muhtaram begim, Allohning qudrati bilan sog'-salomat qaytib keldilar. Muborak didorlari bizga yana nasib bo'ldi. Biz tehi badavlat oliylarining topshiriq inoyatlarini begimdan anglarmiz deb og'izlariga talmirib turibdimiz. Shug'unisi bu yerda fursat qiz. Yana kelib, necha kundan beri yo'l yurib, janoblariga hordiq yetdi. Avval o'rdaga qaytsak, ondan keyin kam kushoda mongdashib olsak bo'larmikin? Bu taklif biror xoli so'rini ko'ngli tortib, oldirib turgan Niyoz Hekimbekka shu hamon ma'qul keldi. Hokimbek va Amir Lashkar yo'l bo'yi bir ig'izmi gap qilishmadi. Niyoz Hekimbek qulluq bildirib hordiq so'rab kelgan bek sipoh to'qsabalar bilan ko'z ishorasi orqali salomlashib, usti beshidagi to'pini qiqishqimi ulgurmay, Xolmon Pansatni boshlab Udul xos qubulxonasiga kirib ketdi. Qubulxonaga dasturxon selindi. Niyoz Hekimbek o'xshagan o'giriga ko'z qirinimi selib qo'ymadi. Cho'g'donga qoqlanib, qo'llarini ug'lig'ach Xolmon Pansatga qarab, "Bayamqi savolimni yana bir takrorlaymi, taqsir?" dedi tani oralash. Xolmon Pansat qubulxonaga kiribla, xuddi cho'ldan chiqqan yo'lovchidek choyga dum tushgan edi. U Niyoz Hekimbekning ta'nisini tushangachgami, undaq qozonga mundaq cho'mish degandek qasdan jim bo'lib oldi. Kolpuklariga tekkizib bo'lgan piyolani qayta 2-3 qitim to'lab, oldirmay o'tlab olgandan keyin toqati toq bo'lib chekchib o'ltirgan Niyoz Hekimbekka eg'iz ochdi. "Xo'sh, janoblari, esimni qancha yig'sammi, gapni nerdan boshlashni bilolmayapman. Rostini aytsam, kamina Pansatlarining o'zlarining oldida gap yo'shirish niyatim yo'q. Men oldirarman ketgili, hech kim oldirar yotqili degandek, Xolmon Pansat zo'rmuzur tirajashga boshladi.
Niyaz Hekimbek Xolman Ponsatning mijazi chus, gap xolimaydigan, g'ururi g'olib odam ekanligini bilatdi. Uning bilan paranglashganda imkon bor siliq sipoyi bo'lib oladi. Gap ko'chilib, uni teriktirib qo'yishdan hazar aylaydi. Buning sababi uni hurmatlaydiganligida emas, balki Yoqubbek qoldirib ketgan 500 cha otliq lashkar va shunchalik sondagi yerlik lashkarning uning og'ziga qaraydiganligida edi. Niyaz Hekimbek boyamqi gapining uning yig'irg'i tegib ketganligini to'yib, muqomini o'zgartdi va gapni qayerdan boshlasilimi, ixtiyor o'zlirida amirlashgar. Quluqim silida. Birodarlarningmi o'zlariga deydigan nurg'un gaplari bor. Masalan, badavlat oliylarining xususiy solimi va yana Xolman Ponsatning gapni qayerdan emas, balki qandoq boshlashni bilmayotganligi rost edi. Lekin gapni qayerdan va qandoq boshlamasin, Niyaz Hekimbekni hayron qoldira oladiganligiga, cho'chitib yetalaydiganligiga shaksiz ishonadi. Bir-biridan qilishmaydigan muhim xabarlarning eng cho'ngi qozi rais Mullaji Turobning nazarband ostiga elinganligi edi. Ras. Niyaz Hekimbek yo'lga chiqqan kuni tushdan keyin Mullaji Turobni ostirtin ko'zlayotgan oyg'oqchi uning hovlisida 4-5 odamning miltiq surtib tozalayotganligini, yurish turishi gumonliq bo'lib, biror ishga tayyorlik qilayotganligini Xolman Ponsatga yetkazdi. Buning bilan amir lashkarlarning eshigi 4 tishliq bo'ldi. Chunki u Niyaz Hekimbek bilan bo'lgan xususiy parangdan keyin Mullaji Turobni dushman qatorida ko'rib, o'zini tunutib qo'yishning paytini paylashga boshlagan edi. Aslida u uni oldi bilan qo'l solmoqchi bo'lgan degan gunoh bilan put-qo'lini yerga tekkizmay zindonga tashlavatgan bo'ladi. Lekin texi to'nungungacha biror qitim sanpan deyishib boqmagan Mullaji Turobga ochiq oshkora tiq ko'tarishga petinolmay, yalang'ochlab bo'lgan qilichini qayta qiniga selavatgan edi. Biroq osmonga tayoq olsa chilan tushibdi degandek, shu kuni kechqurunlikqa yuz bergan bir voqea Xolman Ponsatga nihoyatda obdan bahona bo'lib berdi. Mullaji Turobning topshiriqi bilan Toshqirga chiqqan bir xususiy mahrimi Xolman Ponsatning bir mahrimining maxfiy tavkada qimor o'ynayotganini tasodiban ko'rib qoldi. Uni qimorxonadan qaytirib ketmoqchi bo'lib, "Mening bilan o'rdaga qaytmasang, bu ishni qozi lashkarga ma'lum qilaman", deb propoza qildi. Xolman Ponsatning xususiy mahrimi "Qozi lashkar degan qonchilik nemitdi? Amir lashkar oldida nimaga arziydi?" deb jadallashdi. Xo'jayinining haqoratlashiga chidab turolmagan mahram qimorvoz mahramni ostiga besib toza dumbaladi va bo'lgan ahvolni ma'lum qilish uchun Mullaji Turobnikiga qaytib ketdi. O'z mahramining qattiq dumbayib, godangdan chiqqan ishtaq qilib etilganligini ko'rgan Xolman Ponsat necha 10 lashkarni agashtirib Mullaji Turobnikiga bordi va eliqi mahramni chiqarib ber deb g'o'g'a ko'tardi. Mullaji Turob "Qimor o'ynash farmonga xilof ish. Farmonga xilof ishni cheklash gunoh emas", deb o'z mahramini himoya qildi. Buni ochiqni chiqarib berishning obdan payti deb hisoblagan Xolman Ponsat lashkarlarni ishga selib, Hokimbek qaytib kelib davoni so'rg'icha deb qozi lashkarni o'z uyida nazarband qilib qo'ydi. Bu ishdan xabar topgan Temir Xazinchibek ochiq oshkora holda Mullaji Turobning ta'rifini oldi. "Qozi lashkar jidallashgan, nashoyin ish qilgan lashkar ustidan kesim chiqarishga huquqliq. Jazolandigini dal hilqi qimorvoz mahram", degan gapida jim turdi. Gezi kelsa zakonlashdi. Xolman Ponsatning aytishib turgan yarisiga yetkuchi tuz sepdi. Shuning bilan sog'risiga ko'kyun qo'nib olgan eshakdek chichanlab ketgan Xolman Ponsat "Gapini bir qilib olib, to'plan qo'zg'ab, huquq tortib olmoqchi bo'lgan" degan sabab bilan Temir Xazinchibekni mirza qamoqqa oldi. Niyaz Hekimbek ta'ni gap qilib Xolman Ponsatning tishiga tegib qo'yganiga o'kindi va talaffuzini o'zgartib, uni yumshatmoqchi bo'ldi. Lekin u yumshash u yoqda tursin, aksicha Hokimbekning talaffuziga onch parvo qilibmi ketmadi. Xuddi uyqusiga qonmagan odamdek g'ulichini kerib, og'zini yo'g'on echib, parvosizlarcha asnab olgandan keyin o'zini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lgandek, "Begim, hurmatli qozi lashkar va qozi raisimiz to'g'risida bir narsa so'ramadingmi? Ularni seg'ilmadingmi yoki?"
deb so'radi ko'zlarini qisib qo'yib. Xolman Pansatning jo'liqni uray jo'chig'i to'r ketsin degandek, u ishkaylarni qasdan tishlab tortayotganini to'yib turgan Niyoz Hekimbek Niyoz Hekimbek undaq ahmaq odam emas. Meni qiltaq tushirman deb ham xiyol qilma, deb o'yladi va chiroyini o'zgartmay turib javob berdi. Sevindim. Silinimi, ulanimi ko'gim keldi. Har qaysirda qarindoshlarimni sevinmay, kimnimi sevinaman? dedi chandurmaslikqa tirishib. Xolman Pansat Niyoz Hekimbek bilan mukimukkilan o'ynab berib, oxirida o'zining o'sal bo'lib qelishidan xavfsiradimu, Qozi Lashkar va Qozi Rais haqidagi hikoyasining beshini chiqardi. Niyoz Hekimbek Qashqar safaridan burun bu uch parcha binan yerga editlab chechivatgan adovat urug'ining big' surib, chechaklab, mo'lcharidagidan ko'proq meva berganiga ich-ichidan xushal bo'lib tursimu, lekin Xolman Pansatning hikoyasini hayron qolgan qiyofatda anglab o'ltirdi. Ha, shundoq bo'ptimi? Ha, shundoqmi? Yopirim degandek hech qanday rasmiy ma'no bermaydigan so'zlarni qistirib qo'yishdan o'zga hech kimga, hech qaysi tarafga bo'lishmadi. Uchaylarning orasida yuz bergan qiyos doirasidagi bu ishlardan Qashqardagi cheg'idila ma'lum yo'l orqali xabar topganligini bo'lsa, zinhor sezdirmadi. Niyoz Hekimbekning qora quyuq boshlanish verishini o'ziga bo'lishyotidi deb qaragan Xolman Pansat so'zlab oxir Niyoz Hekimbek qiziqadigan heliqi temaga qaytib keldi va uni texmu hayron qoldirmoqchi bo'lib mundaq dedi. Begim, bayon bugun qaytib keldiganliklaridan qanday xabar topganimni so'rdilimi? Niyoz Hekimbek Xolman Pansatga yaqinroq kelib, diqqatini bir yerga yig'di. Chunki uning anglayotgani eng muhim, eng qiziqarli javob edi. Xolman Pansat bo'lsa, heliqi muhim tepishmoqni bir-birlab yeyishib beriyotdi. Bizda o'zingni archaqlasang, o'zgini shirchaqla deydigan gap bor emasmi, hurmatli begim? Bu aytibotidi deb qolmasizlar. Xudo sizga bergan pan-farosatni bizga bergan. Xolman Pansat heliliqlab qo'yilgan piyolani qo'liga oldi. Niyoz Hekimbekni do'rab, uyoq-buyoq mengib turib mundaq dedi. Sizlar qaytib kelishdan 3 kun burun Qoraqosh begi Peqirga bak muhim bir ma'lumotni yetkazgan edi. Anglasam, bir to'p qoraqoshlik cho'moqchilar xufiyona odam yig'ib, qilish nayzi yasab to'plan qo'zg'ashga hozirlanib yetibdi-dak. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abaydulla Ibrohimning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglaysizlar. Allah Taala shahodat sharifati ish sharifini Peqirga nisb qilmabdi ekan. Oxir Abbas Mirzabeshi sheyxlik maqomiga yetib, Allohning dargohiga ravon bo'ldi. Niyoz Hekimbek 100 turib, seni o'ldirmay qo'ymayman dedi. Buni anglab, Niyoz Hekimbek tatirib, soqollari dir-dir titrab ketdi. Ondan xuddi aqldan ozgandek qoqoqlab kuldi. Allohga qasamki, ta'lim hamisha bunday 10 kelavermaydi. Qur'onning og'uzlari aman bir kun Azroilni oldinga chillab keladi. Taqdirning ko'zi ko'r bo'pti. Ko'r. Yomonga o'lim yo'q, yaxshiga ko'rim degan shu-da. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, bosh nazoratchi